Assalomu alaykum aziz ukalar. Mana daryolarimiz bir vaqtiga bir toshdi-yu, baland bu. Mana bungacha suv keldi chiqib. Hozir suvlar yo'q. Suv ham. Mana tog'lar. Suv yaxshi. Şirgeşim. O'tirib daryo yoqada nima deydi? Toza havo, mana suvlarning ovozi juda yoqimli-da. Ya'ni mana shu Muravida nima deydi? Yuribman Muravida. Aylanib mana bu yoqlarga, daryoning yoqalari. Mana yaxshi manzaralar hozir. Mana shu Muravida ketyapman. Hozir yo'llarda ham bir tomosha qilib ketasizlar, jigarlar. Yo'llar. Daryo, mana bu yoqda biza ekib tashlagan. Aslida daryo yoqalari. Manzara hozir juda zo'r. Shurga qanday chiqib, 1 soat, yarim soat daryoga tomosha qilib ketaman-da. Kamerada ustalar ishlayapti. Ustalar bilan panejdan chiqarib olamiz. Chizirga yuramiz. Mollar daryoda dam olyapti. Cho'ponlar ham bu yerda mana. Cho'ponlar. Qara qanday? Mollar zo'rmi? Hammalaringiz. Mana mollarni bog'ib daryo yoqasida. Bular o'tyaptimi, toshyaptimi? Kim biladi? Hay. Qanday? Zo'rmi? Mollar bu yerda o'tyaptimi, toshyaptimi? Tosh tonyapti mollar. Nechtalarni kechqurun achotini beraman? Mana bu yerdan o'zimizdan karer ochilyapti, yigitlar. Ya'ni sokakda, parsizda. Karer ochilyapti, mana bu yerda. Mana bu shurada yigitlar ishlayapti, mana bu daryolar. Mana bu yerda yigitlar ishlayapti. Mana simblok zavod. Xudo xolasa simblok chiqadi o'zimizdan, parsizdan. Bu ya'ni anavi nima deydi? Karera, gravel. Lubin ham gravel o'zimizdan chiqadi. Hajgalarimiz agar video sal bor bo'lsa ham bittarini ko'ngildan joy olgan bo'lsa, men xursandman. Rahmat hamma.